Qizil kiyim odatga ko'ra umuman hech qanaqa dinni belgisi bo'lmaydimi? Joiz. Qizildan qaytarganlari to'g'risidagi hadislar bir paytlar qizil kiyim majusiylarning kiyimi bo'lgan, qizil bilan sariq. O'sha kiyimni kiyib yurganlarni ko'rib palonchi majusiy ekan, pistonchi o'tga sig'inadigan odam ekan deyilgan. O'shandan ajratish uchun undan taqiqlangan, lekin umumiy ma'noda joiz. Hozir eng katta muammo butun O'zbekiston ichida bo'layotgan o'zbekzamon musulmonlarimiz ichida shapka kiyganga ham tashlashyapti. Kofirlarning kiyimi deb. Kofirlarning kiyimi degan gap qolgani yo'q. Kofirlarning kiyimi, kofirlarning narsasi bo'lsa telefonni yig'ishtirib qo'ysin hamma. Mashinani minmasin umuman. Chevrolet kofirlarniki. Nimalarni qilib yotishibdi bular? Din masalasida dinga aloqador Chevroletning belgisi bilan yuribdi odamlar. To'g'ri, Chevroletning belgisi xoshini bildirmaydi. U aniq babuchkadan olgan ular. Lekin u mezon ishlash kerak-da hamma joyda. To'g'rimi? Hamma joyda shapkani harom nimaga? Kofirlarniki. Telefon ham bunda harom. Mashina ham harom. Men kecha sal qo'polroq gapirdim. Uni tarqatishni bilmadim. Shapka kofirlarniki deyotgan odamni tursugi Xitoyniki dedim. U atrofiga qarash kerak-da, bir gapni gapirgan odam buni bir uchi menga qaytib tegmaydimi deyish kerak.